Xo'sh, boshdan kelishib olaylik, kelinjonlar. Menga sizlarni oyligingiz kerak emas. Ikkalangiz ham ishlar ekansizlar. Meni o'zimni pensiyam xudoga shukr yetib ortadi. Tem bo'li yaqinda oylik bilan pensiya osharmish. Lekin bilib jarimaga tushmasdan xizmatinglarni qilaverasizlar. Ha, kelin. Telefonda gaplashish avgustdan boshlab oshdi. 1.236.000 so'm. Ha? Hozircha 1.125.000 so'm. Jarimani to'lab qo'ying. Kelin. Qizildan o'tish 1.260.000. Hozir to'lab qo'ysangiz 1.10.000 to'laysiz. Tushdi. Oyjon, kelin qilganingizda rost oyligimizni olmayman deb maqtanuvdingiz. Hali o'zimiz hidlab ulgurmasdan jarimaga bosib tashladingiz-ku. Qonunga bo'ysunmaslik 1 yildan 3 yilgacha. Undan keyin qarama-qarshi harakatlanib gap qaytarish 4.120.000 so'm. Bilasan sevgilim, men seni shu gullar kabi sevdim. Bugun chang gullar tutdi-ku. Sana meni qalbimga shu changlar kabi kirib kelding. Mana shu tushaga o'xshaysiz. Ular ko'k, men qoraman. Siz ham qolishingsiz. Oyim. Voy, eshitvollaring. Meni uyimda mas bu yurishlik 10.300.000 shtrafi bor. Ko'zlaringga qaralaring. Ichmaganmiz, oyi. Ogohlantirib qo'yapman. Ruxsatsiz tonirovka pravalarni, voy, erlaringdan ajratadi. Jonga tegdi. Oyjon, oyligimiz atigi 10% yoshdi, 100% ga emas. Qachon ketasiz, biz ham dam olaydik. Buni iloji yo'q. Nega? Chunki men uyga radar o'rnatyapman-ku.